15 rejaga keladigan bo'lsak, Malayziya mamlakatining iqtisodiy rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarning yirik tahlili ko'rsatilgan. Bu tahlilda 6 ta mustaqil o'zgaruvchi, bitta muqobil o'zgaruvchi tahlil qilingan. Bitta muqobil o'zgaruvchi bu aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot va qolgan 6 ta mustaqil o'zgaruvchilar. Mana ko'rishingiz mumkin. Keyingisi bu chap tomondagi rasmda yillar davomida o'zgarib borganligi grafika ko'rsatilgan hamma mustaqil o'zgaruvchilarni va o'ng tomondagi rasmda esa bu o'zgaruvchilarni birinchi differensiallanganligi jadvali ko'rsatilgan, grafika ko'rsatilgan. Grafik tahlil natijalariga ko'ra yalpi ichki mahsuloti, eksporti va sanoati ko'rsatkichlari vaqt davomida barqaror o'sish trendiga ega bo'lib, daraja ko'rinishida statsionar emasligi kuzatiladi. Ya'ni bu chap tomonda tepadagi rasmda ko'rsatilgan. To'g'ridan to'g'ri investitsiyalar ko'rsatkichi ham ayrim davlatlarda o'sish tendensiyasini ko'rsatadi. Ammo uning dinamikasi nisbatan tebranishlarga boy. Inflyatsiya, ishsizlik va valyuta kursi ko'rsatkichlari esa vaqt davomida turli tebranishlar bilan namoyon bo'lib, aniq barqaror trend kuzatilmaydi. Va endi o'ng tomondagi rasmga o'tadigan bo'lsak, ya'ni birinchi differensiallangan holatiga o'tadigan bo'lsak, grafiklarda asosan 0 atrofida tebranib, aniq trend kuzatilmaydi. Bu esa o'zgaruvchi differensiyadan so'ng statsionar holatga kelganini ko'rsatadi. Xo'p, bu jadvalda o'zgaruvchilarning dik figure testi natijalari keltirilgan. Natijalarga ko'ra ko'rishingiz mumkin. Test statistikasi natijalari ham birinchisida ko'rsatilgan va 1% kritik qiymati, 5% kritik qiymati va 10% kritik qiymatlardan kichik ekanligi kuzatiladi. Shuningdek, barcha o'zgaruvchilar bo'yicha Makkinon P qiymati 0.5 dan kichik bo'lib, nol gipoteza rad etiladi. Bu esa o'zgaruvchilarda birlik ildiz mavjud emasligini bildiradi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, xo'p, tepada o'ngda 3-jadvalda bog'liq va mustaqil omillarning pairwise korrelyatsiyasi ko'rsatilgan, ya'ni bog'liqligi. Jadval natijalariga ko'ra differensialgan aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot bilan ayrim mustaqil o'zgaruvchilar o'rtasida sezilarli bog'liq mavjudligi ko'rsatilgan. Ya'ni eng kuchli musbat korrelyatsiyasi bu sanoat bilan kuzatilib, uning koeffitsiyenti 0.962 ni tashkil etadi va 1% darajada statistik amaliyotlar hisoblanadi. Shuningdek, eksport 0.858 va to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar 0.1499 bilan musbat va statistik jihatdan ahamiyatli bog'liq mavjud. Aksincha, ishsizlik, valyuta kursi bilan manfiy korrelyatsiya kuzatiladi va ular ham 1% darajada statistik ahamiyatli hisoblanadi. Inflyatsiya bilan esa o'rtacha darajadagi musbat bog'liqlik mavjud. Mustaqil o'zgaruvchilar orasida eksport va sanoat o'rtasidagi bog'liqlik 0.100 ni tashkil etadi. Bu esa kuchli musbat korrelyatsiyani bildiradi. Shunga qaramay, umumiy natijalar modelda jiddiy multikollinearlik muammosi mavjud emasligini ko'rsatadi. 44-rasmda bog'liq va mustaqil omillarning korrelyatsiya grafigi ko'rsatilgan. Korrelyatsiya grafikida yalpi ichki mahsulot, aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot bilan ayrim o'zgaruvchilar o'rtasida bog'liq mavjudligini ko'rsatadi. Grafikda eksport va sanoat bilan nuqtalar bir yo'nalishda joylashgan bo'lib, bu ularning iqtisodiy o'sish bilan musbat bog'liqlikka ega ekanligini bildiradi. Ishsizlik va valyuta kursi bilan bog'liq grafiklarda esa nuqtalar qarama-qarshi yo'nalishda joylashgan bo'lib, bu manfiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Inflyatsiya, to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar bilan bog'liq grafiklarda nuqtalar nisbatan tarqoq joylashgan bo'lib, ularning iqtisodiy o'sish bilan bog'liqligi nisbatan zaif ekanligini anglatadi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak,
Bu chiziqli regressiya natijalariga ko'ra model umumiy jihatdan statistik ahamiyatli hisoblanadi. Ya'ni bu ko'rishingiz mumkin bu regressiya holati, regressiyadan o'tgandagi holati. Model uchun f statistikasi 179,57 ga teng bo'lib, prof f esa nisbatan deyarli 0 natija modelning umumiy jihatdan ahamiyatli ekanligini ko'rsatadi. Modelning ishonchlilik qiymati 0,97 bo'lib, mustaqil o'zgaruvchilar aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotning taxminan 97,6% o'zgarishini tushuntiradi. Modelning tushuntirish darajasi juda yuqori ekanligi bu adjust r square, ya'ni aniq ishonchlilik holati 97%ligini ko'rishingiz mumkin. Va pastda buning matematik tenglamasi ham berilgan. Qaysiki aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotga ta'sir qiladigan, ya'ni inflyatsiya, ishsizlik, valyuta kursi va sanoatlar keltirilgan. Bu tenglama regressiya modelining iqtisodiy iflosi bo'lib, unda inflyatsiya va sanoat sektorlaridagi o'zgarishlar iqtisodiy o'sishga musbat ta'sir ko'rsatishi, ishsizlik va valyuta kursi esa salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. To'rtinchi jadvalda ko'rishingiz mumkin. Bruch-Pagan testi natijasi ko'rsatilgan. Bruch-Pagan testi regressiya modelida heteroskedastiklik mavjud yoki yo'qligini aniqlash uchun qo'llaniladi. Test natijalariga ko'ra Ch ikkimiz 3,43 va prop Ch ikkimiz 0, deyarli %6 ga teng. Ushbu p qiymat 0,5 dan katta bo'lgani sababli nol gipoteza rad etilmaydi. Bu esa model qoldiqlarining dispersiyasi doimiy homoskedastik ekanligini bildiradi. Demak, regressiya modelida heterodiskedastiklik muammosi mavjud emas va model ushbu shart bo'yicha Gauss-Markov ta'riflariga mos keladi. Va 5-jadvalda ko'rsatilgan avtokorrelyatsiyaga tekshirish testlari ko'rsatilgan. Modelda qoldiqlar o'rtasida avtokorrelyatsiya mavjudligini aniqlash uchun Bruch-Godfrey LM testi qo'llanilgan. Test natijalariga ko'ra Ch2 2,377 va prop Ch2 deyarli 12 ga teng. Ushbu p qiymat 0,5 dan katta bo'lganligi sababli nol gipoteza rad etilmaydi. Bu esa model qoldiqlari o'rtasida serial korrelyatsiya mavjud emasligini ko'rsatadi. Shunday qilib, regressiya modeli avtokorrelyatsiya muammosidan xoli hisoblanadi va ekonometrik tahlil uchun mos keladi. 6-chi jadvalda ko'rishingiz mumkin. Mustaqil omillarning multikanallikka tekshirish natijalari ko'rsatilgan. Bu mustaqil omillarning multikanallikda natijalariga ko'ra barcha o'zgaruvchilar uchun bu VIF qiymatlari 1,21 va 1,66 oralig'ida shunday natija ko'rsatilgan. Eng yuqori VIF qiymati investitsiyalar uchun 1,66, undan keyin inflyatsiya, valyuta kursi va ishsizlik turizmni tashkil etadi. O'rtacha VIF esa 1,44 ga teng va VIF qiymatlari undan kichik bo'lgani sababli modelda multikollinearlik muammosi mavjud emas deb qabul qilinadi. Va 7-jadvalga keladigan bo'lsak, bu Shapiro-Wilk testi natijasida o'tgandan keyingi holati kuzatilgan. Shapiro-Wilk testi model qoldiqlarning normal taqsimotga ega yoki ega emasligini aniqlash uchun qo'llanildi. Test natijalariga ko'ra prop Z 0, deyarli nisbatan %24 ga teng. Ushbu p qiymat 0,5 dan katta bo'lgani sababli nol gipoteza rad etilmaydi. Va keyingisiga o'tadigan bo'lsak, pastda 45-rasm qoldiqlarning normal taqsimoti grafigi ko'rsatilgan. Qoldiqlar histogrammasi regressiya modeldagi
qoldiqlarning taqsimotini ko'rsatadi. Grafikdan ko'rinib turibdiki, qoldiqlar asosan nol atrofida joylashgan va ularning taqsimoti normal taqsimot egri chizgiga yaqin shaklda namoyon bo'ladi. Bu holat regressiya modeldagi xatoliklar normal taqsimotga yaqin ekanligini bildiradi. Grafik natijalar ham Shapiro-Wilk testi orqali olingan natijalarni tasdiqlaydi. Ya'ni model qoldiqlari normal taqsimot shartiga mos keladi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bu 16-reja O'zbekiston va Malayziya munosabatlari. 41-rasmda O'zbekiston prezidenti va Malayziya qiroli birga tushgan rasmlari keltirilgan. Va pastdagi rasm esa Malayziya va O'zbekiston o'rtasidagi asosiy tovar xizmat almashinuvlari foizlarda ko'rsatilgan. Diplomatik munosabatlar O'zbekiston Respublikasi va Malayziya qirolligi o'rtasida rasmiy ravishda 1992-yil 21-fevralda o'rnatilgan. Malayziya mustaqil O'zbekistonni 1991-yilda ilk tan olgan davlatlardan biri hisoblanadi. Bu ikki davlat tomonlama ishonch va do'stlik asoslarini yaratdi. Diplomatlar ham muntazam muloqotni davom ettirmoqda. Siyosiy maslahatlar, parlament delegatsiya almashinuvi va yuqori darajadagi tashkilotlar amalga oshirilmoqda hozirda ham. So'nggi yillarga keladigan bo'lsak, savdo va iqtisodiy hamkorlik sezilarli darajada kengaydi. 2017-2024-yillar orasida savdo aylanmasi 65,5 milliondan 102,4 million dollargacha o'sdi. O'zbekiston eksporti kimyoviy o'g'itlar va oziq-ovqat mahsulotlari, Malayziyadan esa palma yog'i, texnika va texnologik mahsulotlar import qilinmoqda. Malayziyalik sarmoyadorlar bilan qiymati 5 milliard AQSh dollaridan ziyod bo'lgan 40 dan ortiq qo'shma loyihaga amalga oshirildi. Va tepadan chap rasmda ko'rishingiz mumkin O'zbekiston Malayziyadagi elchixonasi va o'ng tomondagi rasmda esa Malayziyaning O'zbekistondagi elchixonasi tasvirlangan. O'zbekistonning Malayziyadagi elchixonasi O'zbekiston fuqarolariga konsullik xizmatlarini taqdim etish, jumladan pasport va hujjatlarni tasdiqlash, konsullik guvohnomalarini berish, shuningdek O'zbekiston Malayziya o'rtasidagi diplomatik, iqtisodiy, madaniy va ta'limiy hamkorlikni rivojlantirish ishlarini amalga oshiradi. Va xuddi shunday vazifani Malayziyaning O'zbekistondagi elchixonasi ham o'z fuqarolari uchun konsullik xizmatlarini ko'rsatish, vizalar, pasport hujjatlarini tasdiqlash, shuningdek ikki davlat o'rtasidagi savdo, madaniy va diplomatik hamkorlikni mustahkamlash uchun o'z vazifalarini bajarib boradi. Har ikki elchixona ikki davlat o'rtasidagi strategik va siyosiy sheriklikni rivojlantirish, rasmiy tashriflar va hamkorlik loyihalarini qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Bu esa men foydalangan manbalar, ya'ni adabiyotlar ro'yxati.